Asarlarda keltiriladi, bir farzand jahannamga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni jahannamga olib kelinglar deb hukm qildi. Hali farzand dod deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan. Gunoh ma'siyat qilgan, qaytarmagan. Yoshligidan ta'lim-tarbiya bermagan. Bolasini shunday bo'lishligiga, ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar, bu so'zni-chi eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ring-da. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadigani? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloh qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Zamon yomon bo'lib ketdi. O'zi hozir yoshlar. O'sha zamon. Ota-onalar beparvo bo'lganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Maktab tarbiya qilsin deb qo'yadi.